Bu shunchaki o'yin kulgudek ko'rinishi mumkin, lekin bu fan. Kimyo fanini eng sodda tajribalaridan. Mana sizlar har xil moddalar reaksiyaga kirishishi qanaqa o'rgatilishi kerak. Aynan shunaqa yondashuv bilan Yangi O'zbekiston universiteti ochilgan. Tushunasizlarmi? Bu universitetda gazonni ham bosib yurursa bo'lar ekan. Bolalar syomka uchun chaqirishmaganmi bu yo'ga? Yo'q. Voleybol formalari ham ixtiyoriy ekanmi? Davlat universitetida. Bu yoqda fan, bu real hayot. Chunki har bir reaksiyani hayotga bog'lashadi. Quruq nazariya qolganini bo'lsa xayolingizga yasa olmaysiz. Chunki laboratoriyalar zamonaviy. Qo'lingizga birinchi marta probirkani ushlaganingizda ham hech kim sizni urishib bermaydi. Yangi O'zbekiston universitetida kimyo va materialshunoslik muhandisligi yo'nalishidan tashqari ular IT, sun'iy intellekt, robototexnika va muhandislik sohalarida ham ishlay olishadi. Bitta savol bersam bo'ladimi? Ne uyingizga ketmayapsiz yoki sizni majburlab kutubxonada kimdir ushlab turibdimi? Darslab bo'ldimi? Chunki universitet dunyoda top o'rinda turuvchi MIT va Myunxen texnika universiteti bilan birga ishlaydi. Darslarni ham chet ellik professorlar o'tadi, chunki dastur to'laqonli xorijiy standartlarda tuzilgan. Soat kechki 6:30 bo'ldi. Talabalar uyga ketish o'rniga o'ziga ham zakovat o'yinini o'tkazib o'tirishibdimi? Agar bizning paytda ham shu universitet bo'lganda, men chetda o'qib olgan bo'lardim.